Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı Soda ve Kişilik Hukuk Munbirining 26 noyabrdagi yig'inida Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkinning bir kunda 3 qatim savol so'rab Xitoyning irqiy qirg'inchiligini o'ttirib qo'yishi Xitoy vakilini gangirtib qo'ygan. Xitoy vakili Zumratay Erkinning savoliga har qatimda o'xshash javob berib sharmanda bo'lgan. Navbatda Shvetsariyaning Jeneva shahridagi Birleşken Milletler Teşkilatı'da Soda ve Kişilik Hukuk Munbiri davom qilayotgan bo'lib, mazkur munbarning 26 noyabrdagi yig'inida Zumratay Erkinning bir kunda 3 qatim savol so'rab Xitoyning irqiy qirg'inchiligini o'ttirib qo'yishi Xitoy vakilini gangirtib qo'ygan. Birleşken Milletler Teşkilatı'dagi bu munbarda Amerika, Angliya, Yaponiya, Albaniya, Avstraliya, Chexiya, Estoniya, Isroiliya, Latviya, Litvaniya, Shimoliy Makedoniya, Palau, Paragvay, San Marino, Ukraina qatorliq davlatlar birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning majburiy emgak, qiyin qistoq va Uyg'ur madaniyatini yo'qotish siyosatlarini rasmiy ayblab, barliq siyosiy mahbuslarni shartsiz qo'yib berishga chaqirib, birlashma bayonot e'lon qilgan edi. Mazkur munbarning 26 noyabrdagi yig'inida Zumratay Erkin birinchi qatimda Xitoy hukumatining 2022 yildan 2023 yilgacha atalmış 5-chi emgak kuchini yo'tkash programmalarini kuchaytirib, Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlarini nishon qilganligini, 2023 yili bo'lsa, majburiy ishga o'rinlashtirish nomida Uyg'urlarni majburiy ko'chirish rekordining eng yuqori yili ekanligini o'ttirib qo'yib, buningga BDTning oldini olish uchun qanday harakat qilganligini va Xitoyning bu haqda tushuncha berishni talab qilgan. Uyghur Forced Labor, the state denies abuses and corporations benefit from the weak enforcement. So forced labor in the Uyghur region is state-imposed, not a supplier-level abuse. Yet most due diligence tools are designed for private sector violations. İkinci qatimda bo'lsa, BDT alayda dokladchisi Friedman'dan ba'zi ahvollarda soda va kishilik huquqni qo'g'dash yerlikda ilib berilishi mumkin emas. Bu ahvolda muhojiratlik tashviqot unumli rol o'ynay oladi. Yaqinda Xitoy hukumatining qo'rqitish va besim ishiltish harakatini boshlaganligini, bunun ichida Sheffield Hallam Universitetining professori Laura Murphy'ning vatanimizdagi majbur emgak haqidagi tadqiqotini to'xtatishni talab qilganligi xabar qilindi. Sürgündeki kişilik hukukni qo'g'duvchilarni, jumladan davlat halqigan bostirish tadqiqotchilarini qanday qilib texmi yaxshi qo'g'day olamiz? Buningga Xitoy hukumati qanday tushuncha berdi deganni so'ragan. Hallam University stopped sensitive research by one of its professors, Laura Murphy, into claims of forced labor in the Uyghur region. This is a question addressed to Mr. Friedman. How can we better protect human rights defenders in exile, including researchers from SLAPS? Zumratay Erkin orqadan yana Uyg'ur majburiy emgaki bilan ta'minlash zanjirlari o'rtasidagi munosabatni ta'kidlab, bu yig'in davlatlar bilan shirkatlar o'rtasidagi munosabatni o'zaro kuchaytirish majburiyatiga markazlashadi. Ammo vatanimizdagi majburiy emgak masalasida davlat bu xil qilmishlarni rad qiladi va shirkatlarning ojiz ijro qilinishidan foydalanganligini bildirdi. Shundaqla vatanimizdagi majburiy emgak Xitoy davlati tomonidan yo'l qo'yildi. Ammo Xitoy hukumatı jinoyatdan qochish uchun bularni xususiy shirkatlarning mas'uliyatida qilib loyihlagan. Amaliyotda bo'lsa, bu yerdagi jinoyatchining o'zi hukumat va davlat tomonidan yo'l qo'yilgan majbur emgak masalasini hal qilish uchun qanday konkret hal qilish chorasi bor yoki qanday chora yo'l qo'yilishi kerak. Up to 90% of land in some areas are being transferred away from local farmers to state-run cooperatives, forcing the local population into wage labor through coercive labor transfers. So how can we address this? Because I believe that these aspects are missing from these conversations. Thank you. Zumratay Erkinning bir kun ichida orqa-orqadan 3 qatim savol so'rab, Xitoy hukumatining jinoiy qilmishini tortib chiqishi Xitoy tarafini qattiq tamtiratgan bo'lib, Xitoy vakili o'xshashli javob berib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Zumratay Erkinni bular Xitoy qarshi kuchlar deb javob berishdan qochgan bo'lib, Xitoy vakili Xitoyning qonun ustunligi ostidagi davlat ekanligini, hamma odam qonun oldida barobarligi degandek yolg'onlar bilan ba'zi davlatlar va siyosiy kuchlar qonunsiz va jinoiy qilmishlarni oqlash uchun jinoyatchilarni kishilik huquqni qo'g'duvchilar qilib qo'ydi. Bu qilmishlar xalqaro jamiyat tomonidan ayblanish kerak deb Dunyo Uyg'ur qurultiyini ve Zumratay Erkin xonimni cheklashga uringan.
like to remind the speaker that the forum is a serious occasion to promote dialogue and cooperation, not a place to spread lies, rumors, or engage in politicization and confrontation. We also call on the chair and the ve şundaqla Zümrəttay xanımğa bu munbərning yalğan, miş-miş paranglarını tarqıtış yoki siyasilaştırış ve to'qinishga aylantirish uchun emas, balki suhbat ve hamkorlikni ilgari suradigan bir munbar deb munbarning rais ve katiblarga Uyg'ur vakillarini cheklashni talab qilib, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bu munbirda Birleşken Milletler Teşkilatı'nın iqtisodiy qiyinchiligini ko'zir qilishga uringan. Germaniya poytaxti Berlinda Türklerge Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ve Sharq Turkiston davosining navbatdagi vaziyati tonishtirilgan. Shveysariyaning Jeneva shahridagi Birleşken Milletler Teşkilatı'da Soda ve Kişilik Huquq munbiriga qatnashayotgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin ve sobiq rais Dolqin Isa apandilar Türk Teşkilatı Fazilatli tijoratchilar uyushmasining taklifi bilan 26 noyabr mazkur tashkilotning yillik yig'iniga qatnashish uchun Berlinga yetib kelib, qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban, Uyg'ur Demokratiya ve Kişilik Huquq markazining fondi mas'uli Abdujalil Ahmad, qurultay uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashidlar bilan birlikda mazkur tashkilotning yillik yig'iniga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ve Sharq Turkiston davosining navbatdagi vaziyatini tonishtirgan. Mazkur yig'inda Fazilatli tijoratchilar uyushmasining boshlig'ining ichilish so'zidan keyin qurultay raisi Turg'unjon Aloviddin apandi ve Dolqin Isa apandilar so'z qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ve Sharq Turkiston davosining navbatdagi vaziyati ve Jenevada ilib berayotgan faoliyatlar haqida doklad bergan. Dolqin Isa apandi bu yig'inda Sharq Turkistonning tarixi ve Xitoy tarafidan ishg'ol qilinish jarayoni, Uyg'ur xalqining Xitoy ishg'olidan keyin ilib borgan mustaqillik kurashlari, navbatdagi vaziyati ve Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizgan qirg'inchilik, assimilyatsiya siyosatlari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ve bu qirg'inchilikning Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarda rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb tonilish jarayoni, Londonda ichilgan Uyg'ur soti haqida alayda tayyorlangan 78 betlik dokladini sunib, Germaniyadagi turklarga Sharq Turkiston ve Uyg'ur masalasini tafsiliy tonishtirgan. Doklad oxirida Dünya Uyg'ur qurultiyi uchur axborot markazi tarafidan tayyorlangan 2017 yildan hozirgacha bo'lgan jarayondagi Dünya Uyg'ur qurultiyining faoliyatlari ve Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tonishtirilgan turkcha filmi qo'yilgan. Mazkur faoliyat jarayonida faoliyatga qatnashgan turk jamoati qurultay hay'atidan bas-basda Uyg'ur xalqining beshiga kelgan fojialar haqida savollar so'rashib, bundan keyinmi Sharq Turkiston davosini qo'llaydiganligini bildirishgan. Ve Dolqin Isa apandining Xitoyning zulmiga qarshi erkinlik kurashlarim degan kitobiga imzo qo'yg'izishib, qurultay hay'atlari bilan birga xotir suratga tushishgan. Uyg'urlar ve Sharq Turkiston davosi uchun aktiv faoliyat qilib kelayotgan turk jurnalist Yücel Tanay apandi Xitoyparast Uyg'urlarni tanqid qilib yozgan maqolasiga qarshi sunilgan arz sababli 20 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yıllardan beri Uyg'urlarning ovozi bo'lib kelayotgan turk jurnalist Yücel Tanay apandi İstanbul Cumhuriyet Baş Sud Mahkamasi tarafidan haqorat qilish jinoyati bilan ayblanib, 1 yil 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. U sud qarorini 19 noyabr topshirib olgan bo'lib, 10 kun ichida aloqador o'ringa berib, jazoni qabul qilish kerakligi uqtirilgan. Yücel Tanay apandi bu sohada ko'plagan xabar, maqolalarni e'lon qilgan va uning ish faoliyatlari Xitoyni qattiq beyaram qilgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, Yücel Tanay 2020 yilining boshlarida Torda Xitoy konsulxonasi bilan til biriktirgichi Xitoy ayollar jamiyatining raisi Mavluda Aziz mavzusida bir maqola e'lon qilgan. Türkiye'deki Xitoyparast Türkiye Xitoy muhacir ayollar birlashmasining raisi Mavluda Aziz Yücel Tanay apandining bu maqolasi sababli ko'p qatim arz qilgan ve bu 5 yilga so'zilgan sudning natijasi yaqinda e'lon qilingan ve Yücel Tanayning advokatlari jazoning turma sirtida ijro qilinishi mumkinligini bildirgan. Atalmış Türkiye Xitoy muhacir ayollar birlashmasining raisi Mavluda o maqolada o'zini Xitoy bilan til biriktirgichi xoin Xitoy jasusi deb ataganligini bahona qilib, sudga arz qilgan. Ayni vaqtda Yücel Tanay apandi bu arz shikoyat harakatining orqasida Xitoyning bevosita qo'li borligini ilgari surgan bo'lib, stansimizning ziyoratiga javob bergan Yücel Tanay apandi bu haqda mundaq deydi. Sharq Turkiston davosi muqaddas bir davodir. Biz Xitoyning chegara halqigan bostirishiga aslo bosh egmaymiz. Bu jazo va Turkiyadagi Xitoyparastlar va uning choparmanlari bizning og'zimizni, qalamimizni hargizmi to'xtata olmaydi. Shundaqli bu jazo Sharq Turkiston davosiga bo'lgan irodamni aslo sundira olmaydi.
Sharq Turkiston da'vosi muqaddas va bosh tortib bo'lmaydigan burchimizdir. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.